Farzand ko'ra olmasliklarining sabablari juda ko'p. Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu farzand ko'ra olmas sabablari. Keyin o'sha borib topshirishadi, urug'im foizi kam ekan deyshadi. Bunga ham yana to'g'ri ovqatlanishga o'tamiz. To'g'ri ovqatlanish deganda shu insonlardan so'raganingizda kimdir spirtnoy ichimlik ichadi, kimdir ham gazlangan mahsulotni ko'proq ichadi. Bu narsalar sizning testosteroningizga ham ta'sir ko'rsatadi. Endi bu narsalarni iste'mol qilish o'zi shu farzand talabli insonlarga o'zi, ne только farzand talabli insonlar, hamma erkaklar uchun ham bu o'zi shirinlik ko'proq iste'mol qilishda, gazlangan Fanta, Cola, Pepsi, Flash 18 shu narsalarni iste'mol qilganda qonimiz quyilishi hisobiga, demak bizda qon aylanish yaxshi emas. Boshingizda ham, miyangizda ham bizani kontrol qiladigan miyamiz bo'ladi. Testosteron ham o'sha miyamizdan tanamizga chiqib keladi. Endi buni yechimlari bor. Yechimi qanaqa? Yechimi bizga murojaat qilishadiki, mana aka mana shunaqa urug'imni foizi kam ekan, 4 yil, 5 yildan buni farzandli bo'la olmayapmiz deydi. Bizga shunaqa maxsus qorishmamiz borki, erkaklarimiz uchun shu urug' foizini ko'tarib beradi. Bu mahsulotimiz 3 ta 9 bo'ladi. 3 ta 9imiz shunaqa tabiiy yo'l bilan erkaklar urug'ini foizini ko'paytirib beradi. Yaqindagina shu narsamizdan ukamiz iste'mol qilishdi. Bo'lgan voqea hozir yaqinda bo'lib turibdi. 3 oy iste'mol qildilar. Subhanalloh, hozir ayollari homilador. 2 oylik. Xo'p, bu ukamiz bizga keldilar. Bizga kelganimizda aka 6 yildan beri farzandsizmiz deb kelishdi bu oila. Menga kelishdi bu oila. Hozir 90 kuncha bo'lib qoldi. Vallahi hali 1 kun 2 kun shunaqa bo'lishi mumkin. Endi ular doktorga bordinglarmi? Men har doim savol beraman bu savolni. Ha, bordik, nechta joydan davolandik, antibiotik oldik, ukol oldik, lekin bermayapti. Lekin Xudoga shukr, mana biz oddiy, tabiiy yo'l 3 ta 9 mahsulotimiz yana ayollarimizga ham tavsiya qiladigan narsamiz bor. Ayol immun. Nega? Bu ayol immun deganda ayollarimizni shamollashlarini, jenskiy organdagi bo'layotgan jarayonlarni, yana o'sha follikullar yorilmasliklarini ham tiklab berib, mana Xudoga shukr hozir yaqinda shuna sababchi bo'ldik. Biz faqat sabab insonmiz. Shu ukamiz xursand bo'lib telefonda yig'lab, ko'zidan yosh chiqib gapirdiki, aka, mana meni xotinim 3 haftalik homilador deb xursand bo'lib gapirdi. Hamma farzand talabligi ukalarimizga, juftliklarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Antibiotik emas, tabiiy asal, shifobaxsh giyoh idizlar. Biz sababchi bo'lsak xursandmiz. Kelinglar, murojaat qilinglar.